Hammaga salom. Bugun uzoq kutilgan Xivadan blog bo'ladi. Bilaman, bu blogim слишком cho'zilib ketdi. No hechdan ko'ra kelib biz poyezdga kech qolishimizga ozgincha qo'ygandan boshlaymiz, chunki bu yerda уже ko'rishimga yugurib ketyapti. Bu yerda bizga Morichka kofe olib keldilar и biz наконец-то yo'lga chiqishni boshladik. Yo'limiz juda ham uzoq edi, shuning uchun полностью gaplashib ketdik va ertalabki 3:00larda kechqurungi обжорствоni qilib keyin uxladik. И ko'zimizni ochsak shunaqa yeyib qolamiz. Na samom деле biz poyezdda 11 soatdan ko'p yurdik, shuning uchun juda ham charchagan edik. Bizning bugungi planlarimizda dam olish yo'q edi, shuning uchun srazu tezgina otelga borib, kiyimlarimizni almashtirib, mana shunaqa chiroyli joyga yetib keldik. Ura! Mana shu Xivani ko'rish uchun biz ko'p yurganimizga umuman aytmayman, chunki bu juda ham chiroyli edi. Chestno, men Samarqandda ham, Buxoroda ham bo'lganman, no Xiva bu отдельный вид искусства. Sizlarda qanaqa bilmayman, lekin men uchun Xorazm mana shu shopkalar bilan assotsiatsiya qiladi. Shuning uchun birinchi o'rinda shu shopkalarni arendaga olib, rasmga videoga tushib oldik. A potom tezgina ekskursiyamizni boshladik, chunki biz soat 1da kelgan edik va bu degani bizda почти yarim kun vaqtimiz bor edi hamma joy aylanib chiqishga. Biz maksimalni hamma joyga ko'rishga harakat qildik. Просто qaranglar, mana shu chiroyli joy gostinitsaligiga ishonasizlarmi? Kстати, biz bu yerda kelin-kuyovni ham ko'rib qoldik. Bu yerda akazitsiya fotosessiya ham qilishar ekan to'yga. Biz bunaqa chiroyli joylarni faqat videolarda ko'rganman va o'zim ko'zimga ko'rganimga ishona olmayman. Hamda shu bu tuyani qaranglar. Butta bu atilab turib beryapti fotosessiya qilish uchun. Aytgancha biz bu poyezdkani atilab Navruz kuniga tayyorlab borgan edik, lekin akazitsiya ular Navruzni ozgincha oldin inshaalloh bo'lishgan ekan. Ну ладно, biz хотя бы ozgincha sumallik olib oldik. Oy, kстати, biz tezgina mana shunaqa chiroyli joyda gostinitsa bron qilib oldik. Mana shu joyda men birinchi qismni tugataman. Если sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi qismlarni kutinglar.